Tabiiy gazda ishlaydigan ilk gaz turbinali lokomotiv GT1H. Gaz turbinali lokomotiv ikki seksiyadan iborat bo'lib, tortuvchi seksiya va booster, ya'ni yordamchi seksiya. Har ikkala seksiyada ham boshqaruv kabinasi mavjud. Tortuvchi seksiyada energetik quvvat blogi joylashgan bo'lib, u gaz turbinali dvigatel va gazli elektr generatordan iborat. Booster seksiyada esa suyultirilgan gaz zaxirasi saqlanadigan kriogen idish. Gaz 3 yoki 6 atmosfera bosim ostida va 161 gradus haroratda kriogen idishda saqlanadi. Ushbu idishlar maxsus gaz to'ldirish komplekslarida suyultirilgan gaz bilan to'ldiriladi. Gaz turbinali lokomotivga o'rnatilishi mumkin. Kriogen idishdan suyultirilgan gaz yuqori bosimli nasos yordamida tortuvchi seksiyaga uzatiladi. Gaz dvigatelning chiqindi tizimida joylashgan issiqlik almashish konturiga tushadi. Bu yerda yoqilg'ining harorati oshiriladi va u regazifikatsiya qilinadi, ya'ni gaz holatiga o'tkaziladi. Regazifikatsiya jarayonida kengayishni kompensatsiya qilish uchun resiver qo'llaniladi. Bu idishga issiqlik almashish qurilmasidan gaz keladi va keyinchalik u gaz turbinali qurilmaga yuboriladi. Gaz turbinali dvigatelning yonish kamerasiga tabiiy va atmosfera havosi aralashmasi uzatiladi. Atmosfera havosi tortuvchi seksiyadagi kirish spirali orqali avval bosimli, so'ng yuqori bosimli kompressorga kiritadi. Aylanayotgan kompressor parraklari havoning bosimini oshiradi. Bu yerda havo resiverdan kelgan tabiiy gaz bilan aralashib yonadi. Yonish mahsuloti kuch turbinasining parraklarini aylantiradi. Turbina aylanish momenti past va yuqori bosimli kompressorga hamda generatorning yetakchi valiga uzatiladi. Yonish mahsulotlari chiqindi tizimi orqali chiqarilar ekan, yoqilg'ini isitib, issiqlik almashish moslamasida yana regazifikatsiya jarayonini ta'minlaydi. O'lchovlar shuni ko'rsatadiki, zararli chiqindilar miqdori 2012-yilda Yevropa ittifoqi tomonidan belgilangan ekologik me'yorlardan 5 barobar past. Turbina va tortuvchi generator rotorning aylanishi natijasida elektr toki ishlab chiqariladi. Ushbu tok gaz turbinali lokomotivdagi 12 ta g'ildirak joylashgan tortuvchi elektr dvigatellarni harakatga keltiradi. Aviatsion gaz turbinali dvigatelning yuqori ishonchliligi uni 30 ming soatgacha ta'mirsiz ishlatish imkonini beradi. Lokomotiv variantida esa bu ko'rsatkich yana yuqori bo'lishi mumkin. Suyultirilgan gazda ishlovchi lokomotivning ekspluatatsiya xarajatlari 20% gacha arzon, chunki gaz turbinali dvigatel barqaror rejimda ishlaydi. Ishqalanadigan qismlar kam bo'ladi. Bu esa uning xizmat muddatini uzaytiradi hamda ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishni arzonlashtiradi. Siz bilan temir yo'l olamida birga